Azizlar, bugungi ma'lumotni oxirigacha eshitib qo'ying. Chunki 16 avgustdan boshlab ko'pchilik odamlarning kundalik hayotiga ta'sir qiladigan keskin o'zgarishlar boshlanadi. Bu gap faqat tadbirkorlar, nafaqaxo'rlar yoki kredit olganlarga emas, oddiy ishchi, talaba, uy bekasi, haydovchi, ijarada yashayotgan odam, kommunal to'lov qilayotgan har bir fuqaro uchun muhim. Men sizga vahima tarqatish uchun emas, balki oldindan tayyor bo'lishingiz, keraksiz jarima, ortiqcha to'lov, hujjatdagi xato yoki xizmatlardan vaqtincha uzilib qolish holatlariga tushmasligingiz uchun tushuntirib beraman. Agar siz hozir bu menga tegishlimi yoki yo'qmi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aynan shu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar albatta tayyorlanish kerakligini, kimlar xavotir olmasa ham bo'lishini, qaysi hujjatlarni tekshirish kerakligini va qaysi xatolar odamlarni eng ko'p qiynashini birma-bir aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik ishlar eski tartibda, ya'ni keyin to'g'rilayman, bir tanish orqali hal qilaman, to'lovni ertaga qilsam ham bo'ladi. Hujjatda familiyam bitta harf bilan noto'g'ri yozilgan bo'lsa ham hech narsa qilmaydi degan yondashuv bilan yurardi. Masalan, kommunal to'lovda kichik qarzdorlik yig'ilib qolsa, odam bir necha oy o'tib to'lab qo'yardi. Bank kartasida, soliq tizimida, ijtimoiy nafaqada yoki davlat xizmatlaridagi ma'lumotlarda tafovut bo'lsa, ko'pchilik buni jiddiy qabul qilmasdi. Chunki amaliyotda ayrim tizimlar alohida ishlagan, ma'lumotlar darhol solishtirilmagan. Odamning bitta joydagi qarzi boshqa joyda darhol ko'rinmagan holatlar ko'p uchragan. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, 16 avgustdan boshlab nazorat va ma'lumotlarni solishtirish ancha kuchayadi. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Sizning pasport ma'lumotingiz, yashash raqamingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, bank kartangiz, kommunal to'lovlaringiz, kredit majburiyatlaringiz, soliq yoki jarima bo'yicha qarzdorligingiz turli elektron bazalarda yanada faol tekshiriladi. Agar ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasa, xizmat olishda kechikish, ariza rad etilishi, to'lovni qayta tasdiqlash talabi yoki qarzdorlik bo'yicha ogohlantirish kelishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Oldin odam biror masalani e'tiborsiz qoldirib yurgan bo'lsa, endi u masala boshqa joydan chiqib kelishi mumkin. Masalan, siz ijtimoiy yordam olish uchun ariza berasiz, lekin tizimda sizning nomingizda faol bank aylanmasi, eski kredit qarzdorligi yoki noto'g'ri ro'yxatga olingan mulk ko'rinib qoladi. Yoki siz kreditni yopdim deb o'ylaysiz. Lekin bankdagi 23 ming so'mlik qoldiq qarz kredit tarixida turaveradi. Keyin yangi kredit, subsidiya yoki bo'lib to'lash xizmatiga murojaat qilganingizda qarzdorlik mavjud degan javob olasiz. Odam shunda hayron bo'ladi. Men hammasi to'lagandim-ku. Mana shu kabi holatlar ko'paymasligi uchun tayyorgarlik zarur. Eng avvalo, kimlar albatta xavotir olishi va tayyorlanishi kerak? Birinchi guruh, kredit mikroqarz. Muddatli to'lov yoki bo'lib to'lash xizmatidan foydalanganlar. Agar siz oxirgi 3 yil ichida telefon, maishiy texnika, mashina ehtiyot qismi, mebel yoki boshqa mahsulotni bo'lib to'lashga olgan bo'lsangiz, kredit tarixingizni tekshiring. Chunki ko'pincha asosiy qarz yopiladi, lekin sug'urta, penya, xizmat haqi yoki 11-20 ming so'mlik qo'lda qolib ketadi. Bu mayda puldek ko'rinadi, lekin tizim uchun u baribir qarzdorlik hisoblanadi. Masalan, bir odam 4 million so'mlik telefonni 12 oyga bo'lib olgan. Har oy 4 ming so'mdan to'lagan, oxirgi oy ham to'lov qilgan. Lekin to'lov sanasidan 2 kun kechikkanligi uchun 12 ming so'm penya chiqqan. Odam buni bilmagan. Oradan 6 oy o'tib, u 20 million so'mlik kredit olmoqchi bo'ladi. Bank unga kredit tarixingizda kechikish va yopilmagan qarz bor deydi. Natijada foiz yuqori chiqadi yoki ariza rad etiladi. Mana shuning uchun 16 avgustgacha har bir kredit olgan odam o'z majburiyatini qog'ozda yoki ilovada yopilganini tekshirish kerak. Ikkinchi guruh, kommunal to'lov qiladigan barcha xonadon egalari va ijarachilar. Elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik to'lovi bo'yicha eski qarzdorliklar endi ko'proq ko'rinadi. Bu yerda muammo faqat to'lamaganlikda emas. Ba'zan hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritiladi. Eski egadan qolgan qarz yangi yashovchiga chiqadi. Ijarachi to'lamasdan ketadi, xonadon egasi esa keyin bilib qoladi. Masalan, siz ijaraga uy bergansiz. Ijarachi har oy to'layapman degan, lekin elektrdan 6 ming so'm, gazdan 1 ming so'm qarz yig'ilgan. 16 avgustdan keyin tizimdagi ogohlantirishlar kuchayganda siz xizmat cheklanishi
yoki qo'shimcha talabnomaga duch kelasiz. Shuning uchun uy egasi bo'lsangiz, shaxsiy kabinet yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilot orqali hisob holatini tekshiring. 3-guruh ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam, bolalar puli, subsidiya yoki kompensatsiya oladiganlar. Bu odamlar eng ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ularning daromadi, oilaviy tarkibi, ro'yxatdan o'tgan manzili, mulki va bankdagi tushumlari ko'rib chiqilishi mumkin. Agar oilada bir kishi rasmiy ishlayotgan bo'lsa, lekin arizada u ko'rsatilmagan bo'lsa, keyin to'lov to'xtashi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Agar farzand boshqa manzilda ro'yxatda tursa, lekin amalda siz bilan yashasa, hujjatlarda tafovut chiqadi. Agar er-xotin ajrashgan, lekin tizimda hali oila tarkibi yangilanmagan bo'lsa, ariza ko'rib chiqishda muammo bo'ladi. Oddiy misol, ona 2 nafar farzandi uchun bolalar puli olayapti. Uning turmush o'rtog'i chet elda ishlaydi. Pulni ba'zan kartaga yuboradi. Agar oyiga 3-4 million so'm muntazam tushum bo'lsa, tizim buni daromad sifatida ko'rishi mumkin. Bu degani yordam albatta to'xtaydi degani emas, lekin tushuntirish, hujjat, daromad manbasini izohlash kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy to'lov oluvchilar bank tushumlari, oila tarkibi va yashash manzilini oldindan tartibga keltirsin. 4-guruh haydovchilar, jarimalar, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma, avtomobilga qo'yilgan cheklovlar bo'yicha ma'lumotlarni tekshirish zarur. Ko'pchilik haydovchi jarima kelmadi, demak yo'q deb o'ylaydi. Lekin jarima kechikib ko'rinishi, SMS kelmasligi, telefon raqam eski bo'lishi yoki mashina boshqa odam nomida bo'lishi mumkin. Masalan, siz avtomobilni ishonchnoma bilan haydayapsiz. Jarima avtomobil egasiga boradi, u sizga aytmaydi. Keyin avtomobilni sotish, texnik xizmat, sug'urta yoki boshqa jarayonda muammo chiqadi. Shuning uchun jarima bazasini o'zingiz tekshiring. 5-guruh tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Bu yerda soliq hisobotlari, kassa tushumlari, bank aylanmalari, shartnomalar va ijara to'lovlari muhim. Agar siz kichik savdo qilsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, buyurtma olib ishlasangiz, pul tushumlaringiz izohsiz qolmasin. Masalan, bir ustaga oy davomida kartasiga 15 million so'm tushadi. U buni mijozlarda bergan pul deb biladi, lekin rasmiy maqomi yo'q. Keyin bank yoki soliq tekshiruvida bu tushumlar savol tug'diradi. Men doim aytaman, agar doimiy daromad olayotgan bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilish, patent, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa qonuniy shaklini ko'rib chiqing. Bu sizni jarimadan ko'ra ko'proq himoya qiladi. Kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizda kredit yo'q, kommunal qarzdorlik yo'q, hujjatlaringiz to'g'ri, yashash manzilingiz aniq, bank kartangiz o'zingizniki, jarimalaringiz yopilgan, ijtimoiy yordam bo'yicha ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, vahima qilish shart emas, lekin baribir tekshirib qo'yish kerak. Chunki ko'p muammo odamning aybi bilan emas, tizimdagi eski ma'lumot, operator xatosi yoki o'z vaqtida yangilanmagan hujjat sababli chiqadi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, men to'ladim degan gapning o'zi yetarli emas. Har qanday to'lovda tasdiq bo'lishi kerak. Chek, SMS, ilovadagi kvitansiya, bank ko'chirmasi yoki shaxsiy kabinetdagi qarzdorlik yo'q degan holat sizning himoyangiz. Agar to'lov terminal orqali qilingan bo'lsa, chekni rasmga olib qo'ying. Agar bank ilovasi orqali qilingan bo'lsa, kvitansiyani PDF qilib saqlang yoki skrinshot qiling. Chunki ba'zan pul yechiladi. Lekin xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga kech tushadi. Shunda siz men to'laganman deb aytasiz, ular esa bizda ko'rinmayapti deydi. Tasdiq bo'lsa masala tez hal bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Telefon raqamingiz yangilangan bo'lishi kerak. Ko'p davlat xizmatlari, banklar, kommunal tashkilotlar va jarima xabarlari telefon raqam orqali ishlaydi. Agar siz eski raqamni ishlatmay qo'ygan bo'lsangiz, ogohlantirish boshqa joyga ketadi. Keyin qarzdorlik, jarima yoki ariza rad etilganini kech bilasiz. Shuning uchun bankdagi, davlat xizmatlaridagi va kommunal shaxsiy kabinetlardagi telefon raqamingizni yangilang. 3-nozik jihat. Karta egasi va puldan foydalanuvchi bir odam bo'lishi kerak. Hozir ko'pchilik onasining kartasidan, turmush o'rtog'ining kartasidan, farzandining kartasidan foydalanadi. Bu oilaviy hayotda oddiy holatdek tuyuladi. Lekin tekshiruvda pul tushumi karta egasining daromadi sifatida ko'rinishi mumkin. Masalan, o'g'il chet eldan onasining kartasiga oyiga 5 million so'm yuboradi, ona esa ijtimoiy yordam oladi. Tizim bu pulni onaning daromadi deb baholashi ehtimoli bor. Bunday vaziyatda pul manbasini tushuntiruvchi hujjat, tarjima, yuboruvchi ma'lumoti yoki bank ko'chirmasi kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat.
ro'yxatdan o'tgan manzil va amalda yashayotgan manzil farqi. Ayniqsa ijtimoiy yordam, maktab, poliklinika, subsidiyalar, kommunal hisob kitoblarda bu muhim. Siz Toshkentda yashab viloyatda ro'yxatda tursangiz, ayrim xizmatlarda hududiy tafovut chiqadi. Yoki oila a'zolari turli manzillarda ro'yxatda bo'lsa, tizim oilaviy tarkibni noto'g'ri ko'rsatishi mumkin. Men maslahat beraman, agar muhim ariza bermoqchi bo'lsangiz, avval ro'yxat, nikoh, ajrim, tug'ilganlik, vasiylik, mulk hujjatlarini tekshiring. 5-nozik jihat. Kichik qarzdorlikni mensimaslik. Odamlar 22 ming so'm, 28 ming so'm, 55 ming so'm qarzni bu nima bo'libdi deb qoldiradi. Lekin tizim qarzni katta kichik deb ajratmaydi. Qarzdorlik bor yoki yo'q. Masalan, sizda chiqindi xizmatidan 34 ming so'm qarz bor. Bu katta pul emas, lekin muayyan xizmatlarda qarzdorlikni yopish so'ralishi mumkin. Xuddi shunday jarimaning qolgan qismi soliqning tiyinlari, bank kreditdagi oxirgi qoldiq ham muammo bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har safar o'zgarishlar bo'lganda firibgarlar faollashadi. Ular 16 avgustdan hisobingiz bloklanadi. Jarimangiz bor. Shu havolaga kiring. Subsidiyani saqlab qolish uchun karta raqamingizni yuboring, bankdanman, kodni ayting deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Hech qachon SMS kodni, karta parolini, PIN kodni, pasport rasmini noma'lum odamga yubormang. Rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Havolaga kirishdan oldin manzilni tekshiring. Eng xavfsiz yo'l rasmiy ilova, rasmiy sayt yoki tashkilotning o'ziga borib aniqlashtirish. Endi aniq nima qilish kerakligini ketma-ket aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati o'tmaganmi? JSH raqamingiz hujjatlari to'g'ri yozilganmi? Familiya, ism, otasining ismi bir xil yozilganmi? Nikoh yoki ajrimdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, hamma joyda yangilanganmi shularni ko'ring. Agar xato topsangiz, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, kommunal qarzdorliklarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha shaxsiy hisob raqamingizni aniqlang. Hisoblagich ko'rsatkichlarini suratga oling. Agar ko'rsatkich noto'g'ri bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga ariza yozing. Arizada mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha ko'rsatkich va qarzdorlikni qayta tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. Cheklar nusxasini ilova qiling. Arizani 2 nusxada topshiring yoki elektron yuborsangiz, yuborilganini tasdiqlovchi xabarni saqlang. 3-qadam, bank va kredit holatini tekshiring. Agar kredit olgan bo'lsangiz, bank ilovasidan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot oling. Kredit to'liq yopilgan bo'lsa, imkon bo'lsa, bankdan yopilganlik to'g'risida ma'lumotnoma oling. Ayniqsa katta kredit, ipoteka, avtokredit yoki mikroqarz bo'lgan bo'lsa, bu juda muhim. Agar kredit tarixida xato bo'lsa, bankka yozma murojaat qiling. Mazkur qarzdorlik bo'yicha to'lov amalga oshirilgan kredit tariximdagi ma'lumotni yangilab berishingizni so'rayman deb yozing. 4-qadam, jarimalarni tekshiring. Haydovchi bo'lsangiz, avtomobil raqami, texnik pasport, sug'urta va jarimalarni tekshiring. Agar avtomobilni sotgan bo'lsangiz, lekin hali ham sizning nomingizda turgan bo'lsa, bu juda xavfli. Chunki jarima. Soliq yoki hodisa mas'uliyati sizga kelishi mumkin. Sotuvni rasmiylashtirmasdan mashinani berib yuborish katta xato. Bunday vaziyatda darhol xaridor bilan bog'lanib, rasmiy oldi sotdi yoki ishonchnoma holatini tartibga soling. 5-qadam, ijtimoiy yordam oluvchilar oila tarkibini yangilasin. Mahalla ijtimoiy himoya organlari yoki davlat xizmatlari orqali oila a'zolari daromad, yashash manzili, farzandlar hujjati, aliment, nogironlik, vasiylik kabi ma'lumotlarni tekshiring. Agar sizda daromad yo'qligini tasdiqlash kerak bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, bank ko'chirmasi, aliment to'g'risidagi hujjat, ijara shartnomasi kabi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Agar chet eldan pul kelayotgan bo'lsa, uning kimdan va nima maqsadda kelayotganini izohlashga tayyor bo'ling. 6-qadam, tadbirkorlik yoki doimiy daromadni qonuniylashtiring. Agar siz tikuvchilik, ustachilik, repetitorlik, taksi, yetkazib berish, internet orqali savdo, uyda pishiriq qilish, go'zallik xizmati kabi ishlar bilan muntazam pul topayotgan bo'lsangiz, huquqiy maqomingizni aniqlang. O'zini o'zi band qilish ko'p hollarda oddiy va qulay yechim bo'lishi mumkin. Bu sizga daromadingizni izohlash, bankda ishonchli ko'rinish va keyinchalik kredit yoki subsidiya olishda foyda beradi. 7-qadam. Barcha muhim hujjatlarni bitta papkaga jamlang. Pasport yoki ID karta nusxasi, JSHSHR, nikoh yoki ajrim guvohnomasi,
farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, uy hujjati yoki ijara shartnomasi, kommunal cheklar, bank ko'chirmalari, kredit yopilganlik ma'lumotnomasi, jarima to'langanligi haqidagi kvitansiyalar, ijtimoiy yordam hujjatlari, bularni alohida saqlang. Elektron nusxasini telefoningizda va bulutli xotirada saqlash ham foydali. Lekin maxfiy ma'lumotlarni begonalarga yubormang. 8-qadam. Muammo chiqsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Har doim yozma murojaat qiling. Arizada ism, familiyangiz, telefon raqamingiz, manzilingiz, muammoning mazmuni, talabingiz va ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini yozing. Masalan, mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha asossiz qarzdorlik ko'rinmoqda. To'lov kvitansiyalarni ilova qilgan holda qarzdorlikni qayta hisoblab. Yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, tashkilot masalani rasmiy ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. Azizlar, 16 avgustdan keyingi eng katta o'zgarish shuki, eski beparvolik endi qimmatga tushishi mumkin. Kichik qarz, eski telefon raqam, hujjatdagi bitta harf xatosi, yopilmagan kredit qoldig'i, noto'g'ri manzil yoki tasdiqsiz to'lov keyinchalik katta muammoga aylanishi mumkin. Men sizga vahima qilishni emas, tartibga kelishni maslahat beraman. Hujjatlaringizni tekshiring, qarzdorliklarni yoping, cheklar va ma'lumotnomalarni saqlang. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Muammo bo'lsa yozma murojaat qiling. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va kommentariyada yozing. Sizni eng ko'p qaysi masala xavotirga solyapti? Kreditmi, kommunal to'lovmi, ijtimoiy yordammi, jarimalarmi yoki hujjatlardagi xatolarmi? Men kommentariyalarni o'qib, keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan mavzularni alohida tushuntirib beraman. Eng muhimi, 16 avgust kelishini kutib o'tirmang. Bugunoq tekshirishni boshlang.